Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana yana bugun bir komplekt Zubr motoblokka narsalarimizni qilib beryaptik. Usta akam o'zimiz ming blokdan narsalarni olyaptilar. Usta aka, qaysingiz qancha bo'ldi aytsangiz, sizga o'xshaganlar so'rab surishtirmaydi-da. Endi usta akaga gap yo'q. Katta rahmat. Bu qanday holatda keldi? Shundan boshlang. Bu asli rasmini qo'yib qo'yamiz. Rasmi qo'yilgan eski holatda bo'lgan, bu ish bermadi bizga. Bu boshqa holatda edi. Biz qaytadan tiklatib, buni shu holatga olib keltirdik. Usta aka bilan boshqatdan tiklandi bu. Boshqatdan yasaldi. Buzib, boshqatdan yasaldi. Bizning razmerda tayyor bo'ldi. Tayyor 90lik qilib yasab berishdi. Buni 550 ga menga qaytarib yasab berishdi, buzib tayyorlab. Usta puli. Usta puli 550 ming bo'ldi bu. Material hammasi o'zingizdan. Material o'zimdan bo'lgan buni. Buni bu yoqqa qo'yib ol, yomg'ir tushayotgan bo'lsa. Keyin bu vintlari, vintovoylar o'zidan edi, buni qo'yib berishdi. Keyin mana bularni mana tayyor ulaydigan qilib bu yerga tayyorlab berishdi. Bu bitti. Bu xudo xolasa bu 550 ga bitib, o'zim material o'zimda edi, bitti tayyor xudo xolasa. G'ildirak. Endi g'ildiraklar. Ikkita g'ildirak 100 mingdan 200 ming tayyorlab berdik-a. Tayyorlab berishdi. Mana buni o'zimda stoyka bor edi, stoykaga buni qo'yib berishdi. 150 mingga bu tayyor bo'ldi. Stoyka o'zimdan edi. Ocharlar ham yaxshi ekan, zo'r ekan, razmerli ekan. Bular 320 mingdan donasiga tayyori. Shu bu undan keyin chopirdi narsasi. Chopirdi-ki, mana bu kultivatsiya hisobida-da bu. Kultivatsiya hisobida bu 400 mingdan, 800 ming 2 dona. Mana tayyor ekan, bu ham yaxshi effekt berishi. Bu lapka stoykalar o'zingizda. Lapka stoykalar o'zimda bor edi, buni o'zida kelgan edi, o'zimdagi narsalar bular. Qolgan narsa shu, endi xudo xolasa komplekt bo'ldi. Mana tayyor. Xudo xolasa ishlatsak, yerga solsak bo'ldi. Yana bitta video qilib berasiz, YouTube'ga qo'yamiz, xudo xolasa ishlaydi. Xudo xolasa yana bir odam ishlatayotgan narsa. Endi yana bir borib, buni internetga yana bir tashlab beraman usta akamga. Yana ish berishini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Tez kunda ishlatamiz buni, mana yomg'irli kunlardan keyin ishlatamiz, xudo xolasa. Bugun 5-martmi yo 6mi bugun? 5. Bugun 5-mart. Mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Katta rahmat.